kerakli narsalarimni olib keldim hammasini. Mayonez. Mana bunaqa kiyimni maydalangani. Men bundan bir xilcha narsa pishirib tayyorlamoqchiman. Hali kechroq videosini qo'yaman. Tunets. Mana bunaqa jo'xori. Mana shu 4 ta narsadan qilinadi. TikTokda ko'rib qoldim. Bitta koreys bola qilganini ko'rdim. Yegim kelib ketdi rosa. Mana bunaqa ikki xil ichimlik. Zubnoy pasta bilan sovun. Shu kechroq men buni videosini kutinglar qo'yaman. Lekin rosa mazali narsa chiqadi, to'chishni. Ko'rinishidan anig'idan mazali chiqishi. Aytgancha o'rtoqlar, 2 kun oldin zakaz qilgandim. Mana bunaqa shirinliklar jiyanlarimga. 3-mart kuni tug'ilgan kunim kuni Qarshiga ketganman. O'shanga jiyanlarimga mana shu shirinliklar oldim. Videosini qo'yolmadim, mazam bo'lmadi. O'zi hozir ham shamollaganman. Mana bunaqa shokolad. Ichida quritilgan qulupnay bor ekan. Yeb ko'rdim, rosa mazali. Ichida 8 dona bo'lar ekan.